Men qayta tug'ilmagunimcha yaxshi bo'lmagan kompaniyada xodim bo'lib ishlar edim. Hamma narsalar yirtqich hayvonlardan olinadigan bu aqldan o'zgan dunyoda. Mening darajam 1, lekin menda noyob mahoratim bor. Bu mening o'ljamni S darajasiga qo'yadi. Bu zindonga kirishga hech kimning haqqi yo'qmi? Bu zindon ustasi nima u? Telegramdagi Anifile kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Charchamang. Bu faqat birinchisi. Qolganini olaman. Bu yerda Emilining boshqa qiladigan ishi yo'qligi uchun juda band bo'lib qoldi. Juda yaxshi ishlayapsiz. Charchamang, Ryosan. Rahmat. Ammo ular hali ham bu yer haqida bir qarorga kelishmadi. Qachonki aniq bo'lsa, keyin hammasi tugaydi. Keyin biz ham tashvishlanmasdan uyga qaytishimiz mumkin. Umid qilamanki, ular tez orada bir qarorga kelishadi. Kadin, to'rt. Nima? Uni qayerdan oldingiz? Uni olovda pishirdim. Olov? Ya'ni o'sha olovmi? Celestia, bu haqida ko'p o'ylamang. Lekin bizga ham bor. Nima? Buni qayerdan oldingiz? Celestia! Ryota-san. Qimirlamang. Davolovchi o'q. Yaxshimisiz? Hoy, Celestia, nima bo'ldi? Yo'q. Nimaga yuragim tez uryapti va mening yuzlarim qizyapti? Hoy, Celestia. Celestia. Hoy, Celestia, tinchlaning. Men tinchlandim. Ha, rost. Aytgancha, siz nimadir so'rayapsizmi? Shunday emasmi? Ha, bilasizmi, bu yoqilgan axlatlar hech narsa emas edi. Shu oddiygina axlat uchun bunday katta sehrdan foydalanish shartmidi? Menda faqat bittasi bor, ishlatishingiz mumkin. Nima? 3 bosqichli olov tozalovchi. Men faqat bu sehrdan foydalana olaman. 3-darajalimi? Xo'sh. Men ulardan foydalana olmayman. Kechirasiz, baqirib yuboring. Albatta.
Men sizga yordam beraman. Hozir ishim yo'q. Men ishsizman. Yolg'iz qiyin, to'g'rimi? Rahmat. Lekin qancha yoqsak ham ular kamaymayapti. Har doim bir xilmi? Bugun o'zgacha kun. U zindon xo'jayini topganga o'xshaydi. Zindon xo'jayini? Nima u? Zindon boshlig'i. Ular bir necha oyda topiladi. Ular juda kuchli va xavfli hayvonlardir. Endi shu sababli hech kim qamoqqa kirishi mumkin emas. Shuning uchun hamma stressni kamaytirish uchun ovqatlanadi. Va natijada bu. Siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Tez orada uni yo'q qilish uchun jamoa tuziladi. Ishonchim komilki, ertaga yanada yaxshi bo'ladi. Bu to'g'ri, rahmat. Celestia, bugun uchun bu yetarli. Borib biroz dam oling. Juda charchagan bo'lsangiz kerak. Nima? Mumkin emas. Bu mening. Agar yana shunday davom etsangiz, yana hushdan ketasiz. Dam oling. Siz doim o'zingizga bosim o'tkazasiz. Xo'sh, endi uni olib ket, Emily. Men buni sizga qoldiraman. Uni qo'yib Nima kuting? Xo'sh, endi hammasini, haramini chiqaraman. Bugun yana juda ko'p. Ha. Hammasi joyida. Bunga master jamoasi yaratilishi kerak. Shunday qilib men vaziyatni tekshirgani boraman. Agar bu axlatni kamaytirsak, ancha yaxshi bo'ladi. Xo'sh, endi men ketdim. Celestia, o'zingizga ortiqcha bosim o'tkazmang. Nega? Nima? Riosan menga shunchalik mehribon, shuning uchun. Ha, u shunday odam. Bir kishi yordam so'raganini ko'rsa, uni e'tiborsiz qoldirmaydi. Sekruda ham xuddi shunday edi. Sekru ham? Keyin hammasi butunlay tugaydi. Biz uyga tashvishlanmasdan qaytishimiz mumkin. Oh, Sato-kun. Nima? Neptun, nega siz bu yerdasiz? Zindon egasi topilganligi sabab biz Neptun jamoasidan uni yo'q qilishni so'radik. O'z vaqtida shuning uchun kelgandim. Iltimos, iloji boricha uni tezroq o'ldiring. Do'stlarimdan biri shu sababli muammoga duch keldi. Men ham shuni xohlayman. Nega bu yerda o'tirganligingizning sababi bormi? Hozirgi vaziyat qiyinroq. Qiyinmi? Xetoro bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra, agar zindon shohi topilsa, ikkala shahar ham uni yo'q qilish uchun jamoa to'plashi kerak. Biz Neptun jamoasini yuborishga qaror qildik. Lekin Xetoro hatto guruh to'plashga harakat qilmadi. Ular hatto harakat ham qilmadilarmi? Shunchaki bu foydaliroq. Agar zindon ustasi zindonda uzoq vaqt qolsa, zindonning butun yashash joyi o'zgarishi mumkin. Va agar shunday bo'lsa, tashlab ketilgan narsalar ham o'zgaradi. Bu degani, ha, zindon allaqachon mahluqlar qo'lida endi. Lekin bu bizni birinchi uyga qaytarishi mumkin. Xetoro ham xuddi shuni istaydi. Shuning uchun men boraman. Qo'shimcha jamoa haqida qayg'urmang. O'zim yolg'iz borsam yaxshi emasmi? Yo'q, men bunga ruxsat bera olmayman. Nega? Ko'rinib turibdiki, barchangizni o'z qoidalaringizga bor. Faqat bir yoki undan yuqori darajali 3 ta sarguzashtdan iborat guruh huquqiga ega. Nega? Zindon egasining xavfi juda kattaligi uchun. Kechirasiz. Neptun, men va mumkin emas. Biz faqat qo'shma jamoa shartnomasi tufayligina keldik. Uni ustiga men o'zim harakat qila olmayman. Xo'sh, nima qilmoqchisiz? Men bu yerda kimnidir yordamiga zor emasman. Bu oson bo'lmaydi. Bu yerdagi hamma odamlar yordam bergisi kelmaydi. Albatta o'z manfaatini o'ylab. Ularning hech biri zindon shohini o'ldirishga yordam berishmaydi. Xush kelibsiz, Ryota-san. Men qaytib keldim. Emily, nima bo'ldi? Zindon shohini mag'lub etishni xohlaysizmi? Men ham boraman.
Sen doim menga yordam bergansan, Emily, lekin hozir ikkimiz yolg'iz zindonga bora olmaymiz. Uni ustiga boshqa odam ham yo'q. Bilaman. Men ham boraman. Celestia, agar siz men bilan ketsangiz, chiqindi nima bo'ladi? Hammasi joyida. Men yordam berishga tayyor odamni topdim. Yordam berishga tayyor odam? Yo'q. Yevgeniy, U axlat ko'sasini yoqishga qaror qildi. nima? Aytaylik, bu avvalgi safar uchun uzr emas. Men qabul qildim, chunki u menga to'lashini aytdi. Mayli, lekin buni o'zing yolg'iz qilishga qiynalmaysanmi? Men yolg'iz emasman. Qani, bu yoqqa olib ket, tezroq bo'l. Ular. Ko'rib turganingizda hech qanday muammo yo'q. Ha. Yevgeniy, bu yoqqa kel. Sening yordaming kerak. O'chir. Buni ularga qoldiramizmi? Ha, biz zindonda ekanmiz. Mayli, lekin uchalamiz kamlik qilamiz-da. Biz hammamiz yuqori darajada bo'lishimiz kerak. Hammasi yaxshi. Sizning aql idrokingiz darajasi ema? Lekin menga statistika bering. Ammo men bo'lsam, siz zindonga borishingiz mumkin. Men bilan birga borasizmi? Ha. Nihoyat siz Vinkka qaytasiz. Shunday qilib, meni o'zingiz bilan olib keting. Men sizga yordam bermoqchiman. Katta rahmat, Celestia. Ish tugagandan keyin uyga ketsak bo'ladimi? Men hozir ketmoqchiman. Yirtqich hayvonlar yo'qmi? Ha, to'g'ri. Tungi masjar topilgach, qolgan yirtqich hayvonlar g'oyib bo'ladi. Qolgan hayvonlar yo'qoladimi? Xo'sh, ularga nima bo'ladi? Namlanmadan bitta ham tomchi ham yo'q. Shuning uchun biz dunyo masjarni tezroq mag'lub etishimiz kerak. Qanday g'alati holat. Bu zindon ustasimi? Ikki shoxli ot. Men bu haqida eshitganman. Ko'kka dog' tushiradigan yirtqich hayvon. Baykon. Bekorin. Qani, Emily? Biz uni mag'lub etdikmi? Mana buni ol. U nima edi? U kuchli qobig'i bor ekan. Hozircha biz faqat hujum qilishimiz kerak. Celestia, meni himoyalang. Xo'p. Yon tozalash olovi. Birorta ham joyga zarar yetmadi. Hozir. Emily. Ha. Yana! Hammasi joyida. Men o'qlarning kombinatsiyasi bilan himoyani yo'q qilaman. Men yana o'sha sehrni qaytarishingizni xohlayman. Qila olasizmi? Ha, albatta. Nima? Sato-san zindonga ketdimi? Bu Ryota-sandan kutilgan holat. Hozir kulish vaqti emas. Bilasizmi, o'sha maxluqning kuchi juda xavfli. Juda qaysar. Men uni juda xafa qilganimizni his qilyapman. Bu sodir bo'lguncha davom etishimiz kerak.
Emily shunday dedi. Shunday ekan, yaxshi. Bu yomon. Biz uni to'xtatishimiz kerak. HP va Strange'dan tashqari Rioning barcha statistik 2 birlikni kamaydi. Nima? Emily, Yaxshiman. Lekin yodasanki, ha, mening kuchim va HP'imdan tashqari hamma statistikalarim kamaydi. Sizlarnikichi? qisqartirdi. Celesta-san. Celesta-san. Celestia. Haqiqatan ham endi uning statistikalari tushdi. Men uni hozirgi vaqtda himoya qilishim kerak. Emily, sen Celestiaga qara. Men buni bir amallab o'zim tugataman. Anglab yetdim. Ehtiyot bo'ling. Kechirasiz. Nihoyat qo'ling va oyoqlaringga keldim. Yo'q, bu to'g'ri emas. Siz bizga yetarlicha yordam berdingiz. Shunday ekan, endi dam oling. Siz bizga yordam berishdan ko'ra muhimroqsiz. Ular menga ilgari hech qachon bunday narsalar aytmagan. Nega bunchalik qo'polsan? Nima, bundan ham tezroq yo'qolmaysanmi? Avval aytganimdek, sen bir ishni tugata olmay o'lib ketasan. Hozircha ular menga faqat yomon gaplar aytishdi. Faqat 3 darajali sehrdan foydalanishim mumkinligi sababli normal hayot deb o'yladim. Bu haqiqat emas. Siz bizga keragidan ortiq yordam berdingiz. Men bilmagandim. Kimdir meni qo'llab-quvvatlaganda juda baxtli his qilaman. Celesta-san. Men dam ololmayman. Men hozir xohlayman. Qo'limdan kelganini qilaman. Yodasan. Celestia, Yon! Tozalash olovi! Yodasan, bundan foydalaning. biz uddaladik. Nima? Celestia. Celestia, Ikki shohli. Biz uni mag'lub etdik. rahmat. Celestia. Baxtliman. Kechirasiz. Qo'ysangizchi, qani endi bularni oling. Bular nimalar? O'sha maxluqning shoxlari. Men bunday qimmatli narsani qabul qila olmayman. Bular sizniki. Emily, shunday emasmi? Hammasi sizniki. Celesto ikki shohlining shoxini oldi. Celesto birinchi darajali sehrdan cheklovsiz foydalanishi mumkin. Nima? Emily bilan men bu haqida gaplashib ko'rdim. Menimcha siz ulardan foydalanishingiz kerak. Bizga yordam berganingiz uchun tashakkur, Celesta-san. Rahmat. O'sha maxluqni o'ldirdingizmi? Ha, Dyuk, bu oson bo'lmadi. Kutilmagan xabar bo'ldi. Biz zudlik bilan sarguzashtchilarga xabar berishimiz kerak va darhol tekshirishimiz kerak. Rahmat, Sotokun. Buni uchovingiz buzganingiz ajoyib. Yaxshi do'stlaringiz bor.
Do'stlarim, Selistasan, juda qo'pol edingiz. Emily bilan ham shunday edi. to'g'ri. Haliga Neptun qayerda? Men Satokuni o'ldirish imkoniyatini boy berdim. Va hammasi seni deb. Juda yomon. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Celestia, Ryota-san! Bular juda ajoyib. Men birinchi darajali sehrdan foydalanaman deb o'ylagandim. Tushga o'xshaydi. sizga yoqqanidan xursandman. Men buni to'g'ri eshitdim. Selena bundan buyon Skorga tegishli. Ha, zindonning yashash joyi o'zgarmagani ajoyib bo'ldi. Ko'p narsalar sodir bo'ldi, lekin oxir-oqibat tugadi. Xo'sh, qachon qaytib kelasiz? Balki ertaga qaytarman. Tushunarli. Haliga Celestia, agar xohlasangiz, ketyapsizmi? biz bilan ketmaysizmi? Nima? Meni kelishimni so'rayapsizmi? Xo'sh, haliga kecha bizni do'st deb atashganlarni eslaysizmi? Men buni haqiqatga aylantirmoqchi edim. Shuning uchun Ryota deb nomlangan guruh yaratmoqchi edim. Yaxshi, bu yaxshi fikr. Yoqqanidan xursandman. Unda men bu fikrimni Emilyga aytib ko'raman. Oy Emily, sen shu yerdamiding? Men Selistasanning yonidagi Yodas oilasining a'zosi bo'laman. Qanday qiziq. Ha, Celestia, oilamizga xush kelibsiz. Albatta. Telegramdagi Anifailus kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi NASA va Oyzessa. E'tiboringlar uchun katta rahmat.